Assalomu alaykum. Mama bloger Shahzodaxon Rahimova. Instagram bo'yicha salkam 10 yil tajribaga egaman. Ya'ni 10 yildan buyon Instagram sohasida ish faoliyatimni olib boraman. Yaqindan misol men mama blogerlikni boshladim. Ungacha men biznes sohasida bo'lganman. Biznes sohasida yurg'izganman. Nima uchun mama blogerlikni boshladim? Chunki farzandim dunyoga keldi va men Instagramni boshqa yo'nalishga yurg'izdim. Demak, siz ham hozir qanaqa yo'nalishdan bo'lishingizdan qat'iy nazar faqat bitta yo'nalishda qotishingiz shart emas. Odam o'sib borishi kerak. Xo'p, endi siz Instagram nima uchun yurg'izasiz? 4 ta bola bilan shartmi sizga deganlar uchun Instagram birinchidan menga daromad manbai. Men biznes manbaimni yopdim. Chunki farzandimga bag'ishladim va mama blogerligim orqali menga daromad kelishi, ya'ni passiv daromad kelishni boshladi. Bu qanaqa? Birinchi ishlagan biznes daromadlarimdan, ya'ni boshida siz endi sahifangizni boshlaganingizda sizga barterga chiqishadi. Barter deganda, ya'ni siz almashasiz. Sizga mahsulot berishadi ular, siz uni reklama qilib berasiz. Mana shu barter hisobida bo'ladi. Siz ularga reklama qilib berasiz, ular sizga mahsulot berishadi. Mana barter orqali daromad qilsangiz bo'ladi. Misol men bir oy davomida daromad qilgan bo'lsam, passiv daromadim hisob-kitob qilganingizda 6-7 millionni ga aylanadi. Ya'ni buning ichida barterlar bor, asosan barter. Ya'ni men oxirgi payt bolalarim bilan yangi ochilgan mana qanaqadir nima deydi, oromgohlar, ko'ngilochar joylar, ya'ni taklif qilishadi. Barter asosida boraman, men reklamaga olaman, bolalarim ham maza qilib o'ynashadi, ham men reklamaga olaman. Mana bu passiv daromadim. Bu birinchisi. Ikkinchisi pamperslar. Misol farzandimga pampersga men uni ko'chadan pul ishlatib sotib olmayman. Men bu yoqdan mehnat qilib reklama olib reels qo'yaman, ular menga mahsulot berishadi. Mana siz ham bitta qo'lingizda telefon orqali qilishingiz mumkin. Hop, endi aytishingiz mumkin, qachon montaj qilaman, qachon video ko'raman. Men bolamni ovqatlantirib turgan holatimda montaj qilaman. Qaysidir soatda o'tirib qilmayman. Agar sizni o'zingizga qiziqishingiz bo'lsa yoki qiziqishingiz bo'lmasa ham men sizga yo'q, to'xtang. Agar Instagram umuman bilmayman, men qo'limga umuman hayotimda telefon ushlamaganman, ya'ni montaj borasida desangiz, men o'zimni shaxsiy onlayn kurs tashkil qilganman. Ya'ni qanaqa o'zimga o'xshagan, uyda o'tirgan, passiv daromadi bor, даже passiv daromadi yo'q onajonlar uchun ham to'g'ri keladigan, bemalol eringlardan o'sha pulni uyalmasdan so'rab va oqlab beradigan dars qilganman, xudo xohlasa. Agar sizga ham Instagram haqida ma'lumot, passiv daromad topish, Instagramingizni yo'lga qo'yish yoki o'zingiz biznesingizni yurg'izib noldan ochmoqchi bo'lsangiz,